Boy ila xizmatchi Hamzaga nisbat beriladigan drama. Originali saqlanmagan. Komil Yashin uni mafkuraga moslab qayta yozgan. Suflyor varianti saqlangan. O'sha variantga asoslansa, bu asar tragikomediya janrida yozilgan bo'ladi. Boy Jamila degan qizni o'ziga o'ynash qilib oladi. Uylana olmaydi, chunki aktivda 4 ta xotin bor. U o'z o'ynashini G'ofil ismli so'tak bir xizmatchiga erga berib qo'yadi. Xizmatchining bo'yniga 1700 chor Rossiyasi rubli, 170 dona 10 grammlik oltin tanga qarz ilib qo'yadi. Xizmatchi kun bo'yi dalada ishlaydi. Xotin esa boy bilan ishrat qiladi. Xizmatchi o'zini o'ylantirgan boydan qarzdor ekanligini bilgani uchun ham xotini Jamilaning boy bilan aysh qilishga ko'z yumadi. Boshqa xizmatkorlar bilan suhbatda u boyni maqtab gapirib yuradi. Bu tomoshani ko'rganlar G'ofirning so'takligi, Jamilaning jalabligi va Soliqboyning aferist va seks terrorist ekanligidan zavq bilan kulishgan. Bu endi teatr. Hayotda ham shunday narsaning guvohi bo'ldim. Bir katta viloyat idorasining rahbari o'ziga o'ynash bo'lgan kotibasini o'z idorasida ishlaydigan ishchiga olib beradi. To'yini qilib beradi. Shundan keyin ishchi faqat tungi smenada ishlaydigan bo'ladi. Aytishlaricha bu ishchi xotinining o'ynash ekanidan rozi, hatto maqtanib ham qo'yar ekan. Xo'jayin bizning oilaga juda yaqin deb. Siniqlik va umurtqasizlik millatning asosiy sifatiga aylanmadimi? O'zining xotinini zo'rlagan kimsani maqtash uchun kim bo'lish kerak? Albatta lapashang bo'lish kerak. Mana siz sirkda tomosha ko'ryapsiz. Fokuschi o'z shlyapasidan tovuq, quyon va bir gala kaptarlarni chiqarmoqchi. Har holda afishada shunday va'da qilingan. Ammo fokuschi harchand